Yana bir magazinimiz o'z egasiga topshirdik. Bu magazin Samarqand viloyati Tayloq tumaniga. Bu magazinning razmeri 7 metrga 4 metrli magazin, eng sifatli magazinlardan biri. Magazinimizning ichki balandligi 250, tashqi qismidan 320 li magazin. Bu magazin egasini zakasi bilan G obrazli polka qilib berdik va bitta kassaviy stol qilib berdik. Svet montajlari polni yevro montaj qilib berdik. Svet montaj, rozetka, выключатель hammasini qilib berdik. Svet hamma narsa. Devor qismlari 2 qavat o'tiplina bo'ldi. Biri 6 li laminatdan, eng sifatlisidan. Pol qismimiz MDF bo'ldi. MDF 8 li MDFdan bo'ldi. Tom qismi 3 qavat o'tiplina bo'ldi. Stiklovata, pinaplex, o'tiploni falga bo'ldi. Mana bunaqa dekor plast bo'ldi. Kimga shunaqa do'konlar kerak, pastda telefon nomerlaringizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, Samarqand, Tayloqdan.